Bunda birinchi ifodan a deb belgilaymiz. O'z ostida. Endi ikkita ifodan qo'shib olamiz. Ifodan qo'shib olsak, 9 ni 21 ga olib kelamiz. Shuning uchun a topishni qilamiz. Endi bizda bu tenglamada e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu belgilar manfiy son demak bo'lmaydi. Demak a kvadratning 4 tenglama ishlaymiz. Bunda demak 2 chiqdi. Endi 1 teng plus minus 3. Assalomu alaykum. Quyidagi milliy sertifikatda tushgan tenglama yechimini ko'ramiz. Bunda birinchi ifodan a deb belgilaymiz. O'z ostida x kvadrat minus x plus 2 ni a deb belgilaymiz. Ikkinchi ifodamizni x kvadrat minus x plus 7 ifodamizni b deb belgilaymiz. İki tarafni kvadrat ko'taramiz. Demak, bunda x kvadrat minus x plus 2 o'zicha qoladi. Teng a kvadrat. Bu ifodani kvadrat ko'tarsak, x kvadrat minus x plus 7 teng b kvadrat. Endi ikkita ifodani qo'shib olamiz. Ifodani qo'shib olsak, 2x kvadrat minus 2x plus 9 teng a kvadrat plus b kvadrat. Endi tengligi bu tarafdagi ifodaga e'tibor berayotgan bo'lsak, 2x kvadrat minus 2x bor. Bunda ham 2x kvadrat minus 2x bor. Endi 9 ni 21 ga olib kelamiz. Bunun uchun ikki tarafga 12 ni qo'shib olamiz. Ikki tarafga 12 ni qo'shib olsak, 2x kvadrat minus 2x plus 9 ga 12 ni qo'shsak 21 teng a kvadrat plus b kvadrat plus 12. Demak, bu ifodamiz o'rniga buni qo'ysak bo'ladi. Endi tenglamani yoza olamiz. Demak, buni o'rniga buni a deb belgiladik. Buni ikkinchi ifodamizni b deb belgiladik. Demak, ildiz ostining ichi a kvadrat plus b kvadrat plus 12 demak. Ildiz ostida a kvadrat plus b kvadrat plusdan 12. Endi bu tenglamadan a va b larni topib, bu tenglamaga qo'yamizda x dan topib olamiz. Buning uchun a ni topishni nima qilamiz? Ikki tarafni kvadrat ko'taramiz. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat teng bo'ladi a kvadrat plus b kvadrat plus 12 ga. Bundan a kvadratlar qisqaradi, b kvadratlar qisqaradi. Demak, 2ab teng 12 ga. Bundan ab teng 6 ga. Demak, ab teng 6. Endi bizda bu tenglamada e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu belgilaganimizdan ham a va b larni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Pastdan tepani yoki tepadan pastni ayiraveramiz, chunki bir xil-ku bu. Minuslar yo'q ketadi. Pastdan tepani ayiraversak, x kvadrat minus x kvadrat 0, minus x bilan plus bo'ladi-da, 0 ketadi. 7 dan 5 2 ni ayirsak 5 bo'ladi. Demak, 5 teng b kvadrat minus a kvadrat. Bundan ham bog'lab olishimiz kerak a va b larni. Endi bu yoqqa olib chiqamiz. Sistemaga qilamiz ikkalasi a va b. Demak, b kvadrat minus a kvadratimiz teng bo'lishi kerak 5 ga. Bundan endi a va b larni topib olamiz. Buning uchun tepadan b ni topib pastga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Tepadan b ni topsak 6 taqsim a. 6 taqsim a. Endi pastga olib qo'yamiz. B ni o'rniga 6 taqsim a ni qo'yamiz. B kvadrat 6 taqsim a kvadrat 36 taqsim a kvadrat minusdan a kvadrat teng 5 ga. Endi a kvadratni mahraj beramiz. 36 minus a ning 4-si teng 5 a ning kvadrati. Mahrajda a kvadrat bor, a teng emas 0 deb mahraj tashlaveramiz. Endi buni ko'rib turibmiz 4 darajali. A kvadrat t deb belgilasak ham bo'ladi. Uni belgilamasdan ham ishlaveramiz. Demak, a ning 4-si plus 5 a ning kvadrati minusdan 36 teng 0. Bundan a kvadrat topsak, a kvadrat teng minus 5 plus minus diskriminant. Bunda diskriminantni hisoblasak, 25 minus 4 ko'paytirilgan 36. 13 chiqagan. 13 taqsim 2. Bundan hisoblasak, demak, a kvadratni bir marta tenglaymiz. Minus 5 plus 13. 8, 8 2 ga bo'lsak 4. Demak, keyingi a minus 5 minus 13 minus 18 taqsim 2. Minus 18 taqsim 2. Bu manfiy son demak bo'lmaydi. Demak, a kvadratning 4 tenglama ishlaymiz. Bundan a teng plus minus 2 chiqadi. A teng plus minus 2 bo'lsa, b teng 3 chiqadi. O'rniga qo'yarsak plus minus 2 ni b teng plus minus 3 chiqadi. Demak, a va b lar topildi. Endi a va b ni olib kelib tenglamaga qo'yamiz. Demak, a teng 2. A teng 2, a teng minus 2. Tenglama nima aytadi? Ildiz ostida x kvadrat minus x plus 2 teng a ga. Bunga e'tibor berayotgan bo'lsak, a ning bittasi minus 2 chiqdi. Ildiz ostida manfiy son chiqmaydi. Demak, minus 2 ni qo'yish shart emas. Bir marta 2 ni qo'yamiz, bo'ldi. Minus 2 ni qo'yishimiz qo'yilmaydi, hech chiqmaydi. Demak,
2 ni qo'yib topamiz. 2 tarafni kvadratga o'tkazsak, minus x kvadrat minus x plus 2 teng 2 ni kvadrati 4. Bu tarafga o'tkazamiz, x kvadrat minus x minus 2 teng 0. X minus 2 ga x plus 1 bo'lib ajraladi, teng 0. Bundan x topsak, x bittasi 2, x bittasi minus 1. Demak, ikkita yechim chiqdi. Endi b teng plus minus 3. B ham minus 3 bo'la olmaydi, chunki ildiz ostidan chiqmaydi. B teng 3 ga tenglaymiz. Demak, ikki tarafni kvadratga ko'taramiz. 3 ni qo'yib. Bunga o'rniga 3 qo'ysam, ikki tarafni kvadratga ko'taramiz. X kvadrat minus x plus 7 teng 9. Bu tarafga o'tkazsam, x kvadrat minus x minus 2 teng 0. Bunga e'tibor bersak, bu tenglama bilan bir xil. Demak, bundan yechim chiqmaydi. Demak, bundan ham shu yechimlar chiqadi. Bir xil bo'lgani uchun bittasini olamiz. Demak, yechimlarimiz x teng 2 va x teng minus 1.